og'izda erib ketadigan, zakazga tayyorlasangiz yaxshigina daromad keltiradigan, ko'zlari g'ovoy bo'lib chiqadigan Napoleon retsepti. Saryoni unga belab tyorkadan chiqazib olamiz. Muzdek suvga tuxum, uksus solib aralashtirib mushlamasdan yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirni bo'laklarga bo'lamiz, har birini yoyib shu ko'rinishda konvert qilib taxlab chiqamiz. 1 soatga xolodilnikka jo'natamiz. Xamirim yetilguncha ichi sarg'ayib qolgan choynagimni Germaniya mahsuloti Bavi parashogi bilan osongina tozalab olaman. Choynak ichiga parashok solasiz, qaynagan suv quyasiz. Natijani shunchaki tomosha qilasiz. Ko'pirib, chiriklari erib, choynagim yangiday bo'ldi. Bu parashok kiyimlardagi uzoq yillik dog'larni ham bemalol ketkazadi. Mutlaqo ziyonsiz, allergiya qo'zg'atmaydi. Endi xamirlarni olamiz, list kengligida yoyib, listning orqa tomoniga to'shab, vilka urib pishirib olamiz. Xamir shunaqa g'ovak bo'lib pishadi. Krem uchun xona haroratida yumshab turgan sariyog', molokoni aralashtiramiz. Ko'zlarning orasiga krem surkab, birin-ketin taxlab chiqamiz. Eng ustiga maydalangan urvog'ini chiroyli qilib sepamiz. Shunaqa ham mazzali, og'izda eriydigan, barakali bo'lib chiqadi. Agar sizda Napoleon retsepti o'xshamasa, shu usulda tayyorlab ko'ring, yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.